va 15 yosh 130 kilo. Oxirgi vaqtda juda ham yosh bolalar va o'smirlarda semizlik juda ham ko'payib ketgan. Bularga balkim bolani aybi yo'qdir, balkim otasi yoki onasidadir ayb. Berilayotgan mahsulotlarning hammasi uglevodlarga boy, kaloriyalari baland, juda ko'p miqdorda ovqat berayotganinglar sababchi bo'lib qolayotgandir. Juda ham yaxshi ko'rib bolani bir necha mahal ovqatlantirayotganinglar sababchi bo'lib qolayotgandir. Balkim bolani faqatgina dars qilgin, kompyuter o'rgangin, o'tirib faqat o'qigin deb bolani harakatsiz qilib qo'yganinglar sabab bo'layotgandir. Bolalar yugurish kerak, bolalar terlash kerak, o'ynash kerak, ular har xil to'garaklarga qatnash kerak, ular o'zi yurish kerak, bolalar o'sish kerak, tortilish kerak, cho'zilish kerak. Bolalar kamroq ovqat yeyish kerak. Agarda ularni ovqatda bunaqa kaloriyaga to'la bo'lib siz tinmasdan 3-4 mahal ovqatlantirsangiz, bolani balkim aynan siz semiz qilib qo'yayotgandirsiz. Tana vaznini ortiqchaligi balkim oversize kiyimlar kiyganda, balkim u bu narsa qilganda sizga ko'rinmas, lekin bolani og'irligi hisobiga kelib chiqadigan ko'pchilik kasalliklarga siz sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun bolalarni o'ta ehtiyotlamaslikni, kamroq ovqat berishi, to'g'ri ovqat berishi va ularni yugurtirishni maslahat bergan bo'lardim. Agarda bolangiz sog'lom bo'lishini istasangiz, albatta ularga qanaqadir ozgina jismoniy harakat qo'shishingiz kerak bo'ladi.